Bo'l. Mana Aziz akam tarbiyalab beryaptilar bu shaftoli ko'chatlarimizni. Bu yil mana 2026-yil 22-fevral o'zimni xonadonimga ekkanman. Shu Aziz akam tarbiyasi bilan shug'ullanyaptilar buni. O'tgan yilgi hisobimizga 2 yillik ko'chatdan biz 1 tonna 200 kilo shu shaftoli olganmiz. Aziz akam shu narsani nimaga qo'yganlar o'zlarining YouTube kanallariga. Aziz aka, hormang aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi akajon? Alloh rozi bo'lsin aka. Charchamang birat. O'zingizmi? Ha, rahmat. Hormang endi aka. Ana shu shaftolilar. Mana kesish ishlari bo'lyapti hozir. Xudo xohlasa. Hop, mana bular hali kesilmagan. Avvalambor, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, biz shaftolida har gal bitta tema ustida boryapmiz. Shaftolini qanday shakllantirish va nimalarga erishish. Keling, shuni birgalikda hosilxona bilan tanishib chiqamiz. Asosan bizda har qanday daraxtda oralig'i, yorug'lik tushishi, yorug'lik bilan ta'minlab berishimiz birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu. Daraxtlar bo'yicha. Undan so'ng etap o'zimdagi tartib 4 ta lider bilan, 4 ta ona shox bilan ishlashdik. 4 ta liderni kelajakda qanaqa yuqorida ko'tarib, novdalar taxlanishi, hosilxonalarni taxlanishi mana 3 qism olinadi. Bizga mana shu o'rtada kutanglar o'zi aniq bo'lib qoldi. Aytib o'tganingizdek, hozir 2026-yil 23-fevral. Bizda kutanglar ancha uyg'onib qoldi. Endi bundagi tarbiyamiz asosan mana keling, ko'p bog'larda kuzatyapmiz. Mana xuddi shu holatda chop tashlashyaptilar. Yarim belidan mana. Hadisa hosilxona. Haqiqatan to'g'ri, hosilxonalar bor. Hosilxonalar bor. U bilan qanday ishlab, tepadan nima olishlik. Bizga qancha busa to'g'ri. Siz ham buni tushunasiz. Hosillar ko'p bo'ladi, sifat kam bo'ladi. Yo'q. Hosilxonani ko'p qo'ying, terib ishlang. Mevalar terib ishlansa, ana undagi jarayon boshqacha tus oladi. Yozgi kesuvlarni o'z o'rnida qo'ysangiz, zilonni abriskalarni o'z o'rnida qo'ysangiz, siz pishirib hech qanaqa yo'qotishsiz harakatlantira olasiz mevalarni. Buni navini ham aytib o'taylik. Navi asosan hozir birinchi o'rinda turibdi. Platinum 4 juda ham kuchli bozorlarda, dasturxonimizda ham ancha-muncha o'rin egalladi. Sariq ichi mazasi jihatdan ham uncha-muncha shaftollarni bog'lab qo'ydi bu. Mana bitta daraxt, ikkita daraxt bilan emas, har bir daraxtdagi holat, balandlik o'z o'rnida. 2023-yil ekilgan, hozir 2026, 3-bargini yakunladi. Mana shu bo'yga, shu holatga keldi. Eng qizig'i, o'tgan yili bitta ko'chatimizdan 30 kilo, 25 kilogacha hosil olindi. Mana va nihoyat biz marraga yaqinlashdik. Shu bog'ni anchadan beri sizga kesilishini,
2 yoshda mana shu ko'rinishga kirib keldi. Buni keyingi videolarda batafsil chiqazamiz. Hamma nima ish qilingan, qanaqa holatda tarbiyalanganliklarini. Men bu hozirgi masalamiz siz kalta kesib nima 2 bahorni o'tkazdi. Mana hozir 2 bahorda mana shu ko'rinishga kelib qoldi. Bitta daraxtda 20 kilo, 25 kilo hosil bormi? Siz bilasiz, shablonlarimiz o'ta joyida. Buni pishishiga hali ozgincha vaqtimiz bor. Mana kamdan kam novdalarimiz tayyor bo'lib qoldi. E'tibor beramiz, shablonlarimiz qanaqa holatda. Endi buni bir haftalik 5 kunligi bor. Shoxini bundan bir 10 kun oldin siyraklashtirish kerak edi. Nimaga? Shoxini siyraklashtirish bu mevalarimiz pishishiga, mevalarimiz rang olishiga juda ham yordam beradigan darajada bo'lishi kerak edi. Mevadan tashqari hosilxona, keyingi yildagi hosilxonalar uchun ham ishlashimiz kerak edi. Mana biz ko'rsata olamiz, keyingi yildagi hosilxonalarni mana tutaylab qorayib pishib boshladi. Bizda hozir ham hosilxona, ham keyingi yilga o'tadigan hosilxona bilan shu yildagi hosilga ishlashimiz kerak bo'ladi. Bizdagi endi qiladigan ishlarimiz juda ochib tashlash kerak emas. Qisman e'tibor beramiz mana qalinlikka. Qalin, o'ta qalin. Bizda keyingi yilga bular ishlolmaydi. Nega? Biz buni siyraklashtirishimiz kerak. Xudo xolasa keyingi yilga mana bular hosilxonalar, biz hosilxonalarni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Bor, u hosilni olgandan keyin bo'ladigan jarayonlar bizdagi hozir hosilxonani pishirish deganimizda o'shanga harakat. Mana endi bunaqa kaltaklarni siyraklashtirib turamiz hozircha. Asosiy kesim esa mevani terib olgandan keyin asosiy kesimlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'chatlarimiz ekilganiga 2 yil bo'ldi. 2 bahor. Mana hozir sanamiz 25-yil, 26-iyul bo'ladigan bo'lsa 2-oyi. Buni ekilgani 23-yil mart oyida ekilgan. 2 yili 4 oy, 2 yili 5 oyda biz nima natijaga erishdik? Bularda qanday erishdik? Qanaqa tartib bilan? Bahorda kesuvi qanaqa? Ekilgandan kesuvi qanaqa? Yozgi kesuvlari qanaqa? Hammasini videolar davomida mana oldingi videolarimizga etap qo'yib kelingan. Bu 2-yilida edi. 2-yilida yana qayta mana kanalimizda xuddi shu xo'jalikda noldan bor. Har bir tartibi. Masalan, ekilgandan keyin nol deganimiz ekilish jarayoni, ekilgandan so'ng 1-yilda 3-4 marta kesishlik. 2-yilda 3-4 marta kesishlik. Ko'p kesganni foydasi bizda nima ekan? Keling mana yaqinroq olib xohlagan daraxtdan ko'rsataman. O'rtada endi o'suvchi surxnovda to'xtar ekan. Harakat to'xtar ekan. Hozir bog'larda boryapmiz, hamma tomonida qaychi tekkan, umuman novdalar qanday desam bo'ladi, o'suvchiga zo'r bergan, yo'g'onligi mana yerda turibdi. Mana ko'rsatib o'ting. Ana shu yo'g'onlikda o'rtadan chiqadigan kaltaklar aytarli bizga ziyon bersa bor, foydasi yo'q.
Nega? Bu narsa kuch, jon so'ruvchi. Biz asosan hosilxonaga uxlatdik daraxtni. Daraxtlar endi u darajada siz qo'rqadigan darajada ko'taradigan nimasi yo'q. Mana hozir olganimni hisobi tepada hosilxonasi yo'q. Mana hosilxonamiz 1, 2, 3, 4 ta kurtagimiz, 5 ta kurtagimiz o'z o'rnida. Buni ham hosil davriga kelib bitta bu tomonda, bitta mana bu tomonda. Ikkita yo bo'lmasam 1, 2, 3. 3 ta shaftolni 3 tomonda qo'ysak, bizga kutganimizdan ham ziyod bo'ladi. Mana shu yerda o'zida 1,5 kilo hosil beradi. 3 donamiz 200 grammdan 180 grammdan hisoblasak ham 1,5 kilodan o'tib ketadi. Bu amalda tajribada bo'ldi, ko'rdik. Ko'rmas turib gapirishga ham qo'rqadi. Negaki aldashga bizda nimamiz yo'q. Mana hosili yo'q joyini olamiz biz. Hosilxona kutaylar ishlaymiz. Daraxtni endi bizda qiladigan, hozirgi qiladigan bahordagi ishimiz asosan keling mana kuzni bilan tanishib o'taylik. Kuzdagi qilgan foydamiz orasini ochishlik edi. Orasini ochib, mana kutaklarimiz quyosh nurida juda ham zo'r bo'lib, yetilib tayyor bo'ldi. Hosil yo'q, novdalar mana kutakni bo'rtib qolgan, bilinib qolgan, qayerdan olinishligi o'zi aytadi daraxtni, tepa qismi keragi yo'q. Taxlab ishlanishi kerak mana. Bitta ikkita bo'ladi u, ana bular. Bizning yutug'imiz, yana qaytarib o'tamiz. Eng kuchli yutug'imiz pastkacho'n hosilxona o'z o'rnida turibdi mana. Ba'zi bir shaftollarga boramiz, 2-yoshida 2 yillik kuyib bo'lgan holatlar, kutaklar kuyib bo'lgan, charchab. Mana bunda hammasi o'z o'rnida turibdi. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda oson topishingizga yordam beradi. Agar kamchiligimiz bo'lsa, sizdan kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz.